hayotda ikkita eng bir ishongan zabardast suyanchig'ingiz bor va ularda o'zingizda yo'q bo'lgan qaysi xislatlarni ko'ryapsiz? Ular endi shoh juda yaxshi, ovozi ham yaxshi. Keyin muzika tomonidan juda oldinda judayam. U masalan go'dayligida Turg'un Almatovga berganman bular. Turg'un Almatov Alloh rahmat qilsin, u kishini ulug' odam edi. Tambirda ham, dutorda ham chiroyli chaladigan, eng toza chaladigan odam bo'lgan. Va o'zinikini shu shohga o'tkazgan. O'sha odam. Juda ko'p ulug' odamlarning narsalarini bu oldi ichiga hozir turibdi bu. Buni tambir chalishi ham, dutor chalishi ham, tor chalishi ham mendan yaxshi. Uni tan olish kerak. Hali muzikani bizda o'zicha gapiryapman, muzika tomonidan bilimi ham yomon emas. Yaxshi. Zohir Shoh ham endi akasini orqasidan ergashib kelyapti. Tushunarli.